Hozirgi vaqtda juda ham urf bo'lgan 2026-yil moda trendiga aylanib ulgurgan mana shu siz ko'rib turgan sultanka shim andozasini siz ham tikib ko'rdingizmi? Siz hali ham sultanka shim andozasini qanday tayyorlash sirlarini o'rganmagan bo'lsangiz, keling men sizga Maryam metodi bilan oson usulda hozir o'rgatib qo'yaman. Sultanka shim andozamizni tayyorlashimiz uchun oddiy klassik shim andozasi kerak bo'ladi. Men ham Maryam metodi bilan tayyorlangan asos shim andozasini oldindan tayyorlab oldim va ustidan plyonkani qo'yib, oldi va orqani albatta dublikat qilib ko'chirib oldim. Aynan mana shu shim andozasidan sizga men hozir to'liq sirlari bilan sultanka shimga qanday qilib modellashtirishni ko'rsatib beraman. Xuddi shunday oldi va orqa bo'laklarni bir nechta vertikal bo'laklarga bo'lib olamiz. Yuqorisini 7, pastini 13 sm dan oldi andozasini ochib, xuddi shunday yangi plyonkaga ko'chirib olyapman. Endi orqada ham xuddi shunday modellashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Sultanka shimini xuddi shunday qilib orqa tarafda ham vertikal bo'laklarga bo'lib olganimizdan so'ng bu yerda bittagina siri bor, yaxshilab qarab turing. Orqani yuqorisini 7, pastini 13 sm ochdim, ustidan oldi andozamni qo'yib olib, albatta men xuddi shunday formalarni tekshirib olishim kerak bo'ladi. Bu juda ham muhim. Aynan sultanka shim andozalaringiz oldi va orqada ham proporsiyalari bir xilda chiroyli holatda turishi uchun albatta xuddi shunday oldi andozasidan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Mana shu sultanka shim video darsligini va andozalar sxemasini qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, albatta izohlarda plyus qoldiring. Maryamga obuna bo'lib, like bosishni unutmang.